yo'lingizga chiqib qo'ydim, uzr aka. Hammasi joyida. Bemalol o'tiring. Rahmat kattakon. Lekin sizga 1 minutga mumkinmi? Xo'p, chetroq o'tinglar bo'lmasa. Ko'chada ko'pchilik Matiz mashinani mensimaydi. Siz N9 haydab turib, o'zi sizni yo'lingiz bo'lib turib, nima sababdan menga yo'l berdingiz? Chunki aka. Voy Matiz, haydamaysanmi? Svetofor qizil bo'lsa qayoqqa haydi? Ey, shoshyapsan, o'zingiz uchib o'ting. Ko'p gapirma, hayda. Assalomu alaykum aka. Yandex chaqiruvmidingiz? Voy, Matizmidi? Ha, aka. Matiz? Men bor uzri, qaramay chaqirib qo'yinmi? Boradigan joyim nozulo joy edi. Chiqsa aka. Mayli, sog' bo'ling. Yaxshi ko'rishinglar. Ey Allohim, o'zing meni rizqimni keng qilib ber. Men senga va'da beraman. Qancha martabaga erishsam ham hech qaysi bir bandangga kibr qilmayman. Va'damda oxirigacha turaman. Allohga va'da berganman. Oxirigacha bergan va'damni saqlaman. Katta bolalarni katta qilgan. Matizmi yo'qmi bilmadim-ku, lekin katta bolalarni yoshligida boqib katta qilgan. Mana shu matizligini bilaman. Chunki otamlar bolaligimiz edi, matizda kira qilib bizlarni boqqanlar. Faqat to'g'risini kommentariyada yozinglar. Yana kim otasi yoshligida matizda kira qilib turib oilasini boqqan. Aytgancha, mana otamlar kira qilib kelib turib, ertalab bo'lichga olib kelardi. Siz otangiz nima olib kelardilar?